Yaxshilar, bizni yo'qlashni istaganlar. Ertaga yomon turavering. Buxoro yoqdimi sizga? Eski shahar markazidagi Asiya Buxoro degan mehmonxonaga joylashdik. Labi havuzi shundoqqina yonginasida. Mabodo aloqaga chiqaverasizlar, kelaverasizlar bexijolat. Xudo xolasa shu yerdan bizani Buxorodagi sarguzashtlarimiz boshlandi. Sherzod akam biz bilan. Rahmat, xush kelibsizlar. Mushuk ham bor ekan. Ayni. Mushuk ushlab bering, rosa yaxshi ko'radilar. Ay. Ana mushuk. Endi biz sutida bo'lasizmi? Mana shu narsani botish juda ham xohlardim. Mehmonxonani asosiy zalini sizlarga ko'rsatgim keldi, chunki men bu mebellar meni o'ziga tortdi. Uyga ham shunaqa narsa qilishni istagandim, davno endi bunga ancha bo'lib ketdi. Tashqaridagi manzarani, bu yoqda ham o'sha ahvol, tashqaridagi manzarani yana ko'rsatayin, chunki Buxorodamiz biz yaxshilar. Eshik bu yoqqa ochilar ekan. Qizil yo'lakchadan yurish har doimgi orzuyim bo'lgan meni. Mana yurdim ham. Havosi zo'r deyolmayman, lekin kayfiyatga chotki ta'sir qilib beradigan narsalar, yaxshilar, atrofga qaranglar. Ana mehmonxonamiz Asiya Buxoro bir balonimadir. Tilim kelishmayapti, hayajondaman, xursandman nihoyatda. Ana bitta bizning xona. Yaxshilar, buxoroliklar o'z hadyalarini berishni boshlashdi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Juda ko'p ko'ramiz bir kishi xolachamizni. O'g'illarimiz nabiralar. Nevaralar mana. Menga o'xshagan egar maktada ko'p nevara, chevaralarda ko'rik. Mana nevaralarim hammasi qo'rqoq. Qizlarim hammasi tinch. Mana yuzdan ortiq umr ko'rdim. Namangandanmiz. Mehmonga keldik. Namangandan. Menga o'xshagan killa bo'lib yashar. Tarixi Ha. yaqin qarang, ko'ylagi nimadir bor, ko'ryapsizmi? Tangacha bor qo'lda. Ha. Yaqin. Buni kim bilan Buxoroda hammasi okey deydi. Xato narsa, uni ham mumkin emas. Ha. Labavozga qatib qo'ygan, ko'ryapsizmi? Xo'p. O'sha suvga bir xas qo'yib cho'kib ketadi. Labi hovuzga. Ha, ya'ni Xo'p. puli ko'p, jadni odam bo'ladi. O'shanda ahvol ko'rgan paytiga mana tanga ke degan pulga shunchalik o'sha odam biladi, suv chiqadi suvdan. Labi hovuzdan suv chiqadi. Shunchalik shu ramzi qilib qo'yib o'sha qilib qo'yilgan bu. Qo'yilgan mana ke deb odamni pul bilan chiqargan. Ana shu. Pul boyga motivatsiya Ana eganda. shu, ana shu. Yaxshilar. Aka, Yo'qatil Beka. 13 qilamanda, ammo o'rtaga admin qilaman otib o'tiradi bu. Dadalashib qo'yamiz. Tarix ham. Yo'q, bo'ldi. Videoga olyapman akajon. Tarix ham yengilgina bilib oldik. Bizni bog'da ham bor Nasriddin afandining haykali. Chussi bog'ida, u ham juda katta chiroyli joy. Ayni. Labi hovuzda ovqatlanish nasib qildi. Yaxshilar. Atmosfera bomba. Shimaza o'zimni turistik his qilib yuboryapman, to'g'rimi? Bizda osh markazi ham ko'p, lekin Buxoroni bu markazi, yana Labi House deydi. Shu havuzdan butun Buxoro suv ichgan. Bu Nasriddin afandi haykali. Bizda o'zi Buxoroning markazida, bizda eski shaharida bizda. Bu Labi House'ni oldida o'tirib, osh yeyishga nima yetsin? Siz kasal bo'lmasangiz agar, bu yana olib kelamiz sizni. Har doim kelasiz. Так что bugun Buxoroni obidalari haqida yaxshigina ma'lumotga ega bo'lar ekanmiz. Sherzod akamiz tarixi suv quchib olgan ekanlar. Katta rahmat. Buxoroni oshi yaxshilar, Buxoroni oshi yaxshilar, Buxoroniki. Qaranglar, boshqacha bo'lar ekan. Enamga suyuqqina sho'rva aytdik. Oling yana. Ena, bitta tanlang. Ro'moldan tanlang bitta. Ko'zingizga yoqqanini. Yaxshimisiz? Sizga yoqadi, bittasini tanlang olamiz. Har xili bu. Aylanadimi? Qalin bu.
Yana davri keldi. Yaxshilar. Buxoroy Sharif. Shu yoqdimi? Ma'qulmi? Olib bering. Şaltını. Yo, ro'mol bu. Bana kitapladı. Ha, Ha, sharfmi? Mayli, buni ham bering. Sharf ekan. şalpaka. Mayli, uni ham olamiz. Tashavordilar. Ay sizni. Yaxshilar. Sizni yoshingizga Judayam ko'pchilik bo'mlarni bizni kuzatar ekanlar. Biz Sherzod Rahmon o'quv markaziga keldik. Esinglarda bo'lsa, yaqinda hech qancha vaqt o'tmadi bu yer aka bilan tanishib qolib, yengil hazilomuz, yaxshi kayfiyat ulashadigan rolik tayyorlab reklama qilgandik. Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshimisizlar? Zo'misiz? Aziz yaxshimi? Bu ham Buxoroning markazida joylashgan ekan. Xudoga shukr, ko'z tegmasin, qayerga borsak ham bizlarni kuzatadigan. Ertalab sizga yozdim Instagramga. Avay. Valla? Achoq qilaman, achoqlayman. Video olaman deb shuncha odamni chiqarib oldim, yaxshilar. Qoyilmisizlar? Xullas. Hamma talaba shu yerda. Sherzdaga qanday qolganlarni chaqiryaptilar. Endi qarang qancha nevaralaringiz bor. Ne balalarım. Hammasını lov olup, tellov olup, yurtlarda hukum buldu. Allah. Sherzod oğlum, umringizga Xudoyim baraka toksin. Siz sohalarda pensiyalarga chiqib, 100dan ortiq umr ko'ring, nevara evaralarda ko'ring. Menga o'xshagan nevaralaringiz polkovnik bo'lsin, o'g'illari, qizlaringiz doktor bo'lsin, yo o'qituvchi bo'lsin, oilangiz tinch bo'lsin, shunchagingizga baraka topsin. Alloh. Katta rahmat. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar. Katta rahmat. Video olaman deb shuncha odamni chiqarib oldim, yaxshilar. Qoyilmisizlar? Xullas. Hamma talaba shu yerda. Sherzdaga qanday qolganlarni chaqiryaptilar. Endi qarang qancha nevaralaringiz bor. Ne balalarım. Hammasını lov olup, tellov olup, yurtlarda hukum buldu. Allah. Yaxshilar, biz Bahovuddin Naqshbandning onalarining qabrlari joylashgan yerga keldik. Mana bu o'sha yerdagi minorai kalon hisoblanadi. Bu yer ham juda katta tarixga ega. Xalaq bermadingmi? Assalomu alaykum. Yuravering. Mana assalomu alaykum. Bu umrani Nodir akamizga berib qo'ydim. Savob bo'ladi deb akamiz ham astoydil sudrayaptilar. Yo'q, charchamang. Qaranglar, hovuzi bor ekan-a bu yerda. Hovuzini ko'rsating. Mana hovuzlari. O'sha Toshkentdagi basseynni eslab oldilar, oz bor ekan. O'rdak bor ekan. Xullas, ko'rib turganinglardek juda ham go'zal, juda ham tarixiy, juda ham obidalar. Yo'q, ularniki Bahodir deyna. Mana bu bo'lsa yaxshilar, Bahovuddin Naqshbandiyning o'zlarini qabrlari joylashgan maskan. Bahovuddin Balogardon deydi-ku. Ko'ryapsizlar, bu yoqda ham minora bor. U restavratsiya bo'layotgan ekan. Shu yerlarni aylanib. Enamga qanaqa tuyulyapti ekan. Ena. Qishloqlar ana o'ychaga kiradiskalago. Mantiqan. Ha, bilmayman lekin.
O'ta go'zal. Mana shu Bahovuddin Naqshbandiyni qabrlari bo'lar ekan. Yana men aytgandan keyin tushundilar, chiroyli duo qilib qo'ydilar. Qaranglar, juda ham chiroyli bo'lganda hamma narsalar. O'ta go'zal. O yoqda masjidlar ham bor ekan. Amir Muzaffarxon masjidi deb atalar ekan bu yer. Juda ham chiroyli. Daraxt ham joylashgan. Odamlar shu yerda o'tirib mana ko'rib turganinglardek duo qilib haqlariga tilovat qilishar ekan. Qalay? Ochkini taqay. Taqdim. Qizani yo'qlab kelishdi. Opamizni qayninalar rahmatlikka juda ham o'xshar ekanlar. O'shanga o'zlarini tuyib turolmadilar. Xudoyo umringizga, rizqingizga Xudo baraka bersin. Menga o'xshagan yuzdan ortiq umr ko'ring. Shepsiz. Rahmat. Endi Xudo ko'zimga ham o'zimga ham ishongim kelmayapti. Yoz yig'lab beradilar, davoleniyalar oshadi opajon. O'zingiz yaxshimi? Xudoyo. Charchab qolmadingizmi yo'lda? Yaxshi narsalar haqida gapir. Charchadim. Bu kunlarga yetishki. Ana. Men qaydayu namongo. Men sizni har kuni ko'raman. Har kuni ko'raman. Yaxshilar. Enamni to'rga o'tkazib qo'yishdilar. Assalomu alaykum. Ayni. Mola bo'lsin. Do'pga ko'rib xursand bo'lyaptilar chog'i. Biz Xudo xolasa Sherzod akamni o'g'illarini sharafiga yozilgan dasturxonda iftorlik bahonasida diydor ko'rishdik. Salomat bo'ling. Yaxshi o'tiribsizmi? Yana. Yo'tal bo'ldimda. Shamolga ozgina qiynalib. Endi sal haliga qarichilik. Dadlarga dolat. Yaxshi o'tiring, men tashqaridaman. Mayli. Yana katamizmi? Ha. Katadigan. Ha. Shunaqa. Yaxshilar, mana buni sizlarga ko'rsatmasam bo'lmasdi. Qaranglar, qanaqa chiroyli qilib qo'yishibdi. Juda ham ajoyib xona qilib qo'yibsiz aka. Ko'rsatmasin. Oho. Juda boshqacha mehr qo'ygan ekansiz bu xonaga. Shunday. Men bu narsaga gapirish mumkin emas. O'ta go'zal. Hammaga Xudo xolasa nasib qilsin shunaqa narsalar qilish, farzandini sharafiga shunaqa dasturxon yozish. To'g'risi havas qildim. Sherzod akaga avval tanishganimizda unchalik tasavvurim yo'q edi. Mana endi kerakdan ortiq tanib bilib oldik akamizni. Lekin men bu narsaga qarab odamning ko'zi to'ymas ekan. Benihoya go'zal. O'zinglar aytinglar. O'ta go'zal. Hamma ro'zadorlarga Xudo o'zi kuch-quvvat bersin. Ramazon oyi hammanglarga muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar, xayrli kelsin. Baraka bersin. Martabasi ulug' bo'lsin. Yagona Xudoyim. Turkman qizni farzandi. Ko'rsa qadam daryoga yetsin. Rahmat. Enaginam turdi. Ena, qalaysiz? Kirib chiqing, nonushtaga chiqamiz. Betlaringizni yuvib, torat qilib chiqing, nonushtaga chiqamiz. Yaxshilar. Biz kollektiv bilan rasmga tushyapmiz. Mana ko'rib turganingizdek. Xudo xolasa bizlarni rasmga olishyapti. Yana kulib turing. Rahmat sizlarga ham. Tashqari sezilarli sovuq.
Нормальный sovuq. Arkka bormoqchi edim-da. Kechqurun ketamiz. Kechqurun ketamiz. Bugün ha? Ha. Vay eləydi, xudaya uçqur. Bunlardı sağılıp qataptı. Yana kelamiz. Karitchi. Xudo notiqda yana kalama. Xudo xolasa. Serdod xoga aytaman yana chaqilindi. Yo'q, qoldi. Serdod. Xullas. O'shanga bir ikkita joyga ziyoratga borishimiz kerak. Ha. Boraylikmi? Ha. Charchamadingizmi? Yo'q, ana ketaga qizim olib kelgan chashni o'rab olaman. Bo'pti. Shamolayman. Ko'cha jicha sovuq ekanda. Ha. Mayli boraman. Bo'lmasam kiyining. Anu Kamdir kiyaman. Ana ro'mol shar. hop, kiyining. Aslında rasımda olmadığında. Sal betingizni ochsangiz. Lato anu qishlarda rasımda olmadı. Olyapman, enam olyapman. Hamma qushlarni enamni oldiga borishga majbur qilyapmiz, yaxshilar. Sovuqda nega olib chiqding deb malomatga qo'yib yormaylar. Sababi bor. Enamga yoqyaptilik sababi ulgurib qolaylik degan maqsad. Ne? O'ta go'zal. Biz arkaga kiyamiz kerakchi. Texnologiya. Qattiqcha borarkan. Beparvolikda ayblab qolmang tag'in. Serasını Oldim. Opadan videoga tushishini so'rasamida. Men erinmasdan YouTube uchun mana shu narsalarni olyapman. Yaxshilar. O'shaning uchun sizlar ham like, comment bosishni unutmanglar. Biz kelgan yer tadam. Musiqa qo'yardim, avtorsk berib yuboradi. Tadam. Va tadam. Hech kim yo'q. Mana men bitta zo'r turar ekan, hozir ko'rsataman sizlarga. Kimlar aytdi fa deyapti. Qarang. Insonlar shovqin yo'q, hozircha bu yerda hech kim yo'q. Ko'rib turganingizdek. Qalay, ko'rdingizmi? Nima ekan? Nima ekan? Mazor aka. Ko'rib turganingizdek, qo'limdan kelgancha vaqtdan unumli foydalanishga harakat qildim. Qo'rg'onib qo'yma. Duo qiling, niyat qiling. Niyat qilib o'qiy. Amin. Iloyo bu qo'llarda yertanlar bor, yetmaganlar. Xudoyim dargohida qabul qilsin. Shu yerdan o'tib ketgan aziz avliyolarni hammasini Xudo rahmat qilsin, ruhlar quvvatsin. Yana o'lmay yursam avvalsan, yana qilga yana Xudo munosib qilsin. Allohu akbar. Bizga bu sayohat tashkillab bergan Sherzod akaga alohida rahmat aytamiz. Xudo xolasa yaxshi kunlaringizda bo'lishga harakat qilamiz akajon.
balamni tani joni sog' bo'lsin. Er xotin qo'y chaqaribsin. Shak bor ekan bu yerda. Men bir rejani amalga oshirish istagida edim, lekin baxtga qarshi hozir bu yerda it ham yo'q ekan, mushuk bor ekan, lekin it ham yo'q ekan. Endi bu ortiqcha sovuqda ushlab o'tirmayin. Men mak bo'lib qolyapti. Mehmonxonaga qaytamiz. Tomat bilan bo'lur. Yo'q. Ani balam bekonaka. Menga bola kerak emasdi. Menga go'zal bir qiz kerak. Mana bunga o'xshash. Bularga taklif qilsam, Kalyat. karis ekan. O'shaning uchun o'shqamadi. Mehmon kutamiz biz. Siz ko'rgani odam kelyapti. Mehmon kelyapti. Mehmon kelyapti. Erkamda. Mana ega. Satkaya. Ha. O'sha mehmon oladi yo'q. Qayering. Ana bu yerda hali hanuz qazilma ishlari amalga oshirilyapti. Biz bo'lsa ark tarafga yo'naldik. Yaxshilar. Ob-havo yaxshilanyapti. Kun ancha ilib qoldi, xudo xolisa. Yana ba'zi joylarni ko'rsatish nasib qiladi. Quruq narsa kerak emas, asosiysi deydi. Sağ yedizmi? Yaxshimisiz? Yig'lamang. Ta'sirlanib qoladilar, bular ham yig'laydilar, opajon. Davleniyalardan qo'rqaman. Yaxshi. Yaxshimisizlar? Instagramdan ko'rib keldik sizlarni. Buxoroga keldik ataylar. Katta bo'lib, mello bo'lib, kalla bo'lib, yurtda xo'qin bo'lib, Alloh akbar. Ertaga sertifikat joni sog' bo'lsin. Mello bo'lib, yo doktor. Hamma o'zini dardini aytib yig'laydi. Yoki o'qituvchi bo'lib chiqing. Alloh akbar. Tushunibdilar. Kechga xudo xolasa. Enam tuyaga hayratlanyaptilar. Yobano. Ha, tuya eni. Qalay? Oh. Biz arkaga keldik. Ana oldiroqlariga olib borsam bo'ladimi? Oldiroqlariga olib borsam bo'ladimi? Yo'q. Ha. Tishlaydimi, og'zini bekitib qo'yishlar? Assalomu alaykum. Ana endi tuya. Oq tuya ham turardi. Rasmga oldim. Rahmat. Ey Xudo. O'zingga shukr, yetkazganingga shukr deb. Ana endi yoqdimi? Ketamizmi? Nihoyatda ko'p, agar aylanamiz desak, bu yerda nihoyatda ko'p bunaqa tarixiy obidalar, ko'zi quvnatadigan joylar. Chunki bu yaxshilar Buxoro sharif o'ta go'zal, o'ta chuqur tarixga ega bo'lgan joy. Xuddi hamma tarixni biladigandek. Sovuqda ko'p olib yura olmayman. Akito. Yaxshilar. Men bu narsadan onamga oldim, men bu narsadan o'zimga oldim. Takoylik sal kaltalik qildi-yu. Bo'ribdi. Endi enamlar bilan sekin. Plus mana qoramollardan olyapman bir jup. Yaqinda xolamning tug'ilgan kunlari mana bu qo'l mehnati ekan, juda go'zal narsalar ekan. 450 ming so'm dediz-a? 450 ming so'm xullas. O'zimga ham siylaymikin. Bu nechi pul? Unaqadan qilingan kачество zo'r narsa. Razmeri bor. Govdalilar. O'g'im kelyapti-da. $5 sotadi buni. Siz qancha sotasiz? 150 ming arzon. Biz ko'chaga o'tiramiz arzon. 100 mingga bersangiz olaman. Unaqa qaramang, 100 mingga bering. Faqat sharqa. Yo'q, men sizdan qancha narsa olyapman. Plus reklama kelyapti. Buni butun O'zbekiston ko'radi, ishoning. Men blogerman bu umr bilan. Ha.
Endi kech. Yo'q. Kesib tashla. Kesmayman. Rasa men bu narsani olgim keldi. Ranglari ham hammasi yoqdi. Prosta menga kichkina, katta razmer yo'q ekan. Yo'qmi rostdan? Shu narsada ishqim qoldi. Aka, bozorda yo'q deydi. Yo'qmi bozorda? Xudo biladi. Hozir o'sha-ku, davon gapirmasalar kerak. Qani? O. Chotki rang ekan mana shu ham. Razmeringiz. Nima deysizlar, yaxshilar? Enamdan ham birov so'raydi. Ena. Yaxshimi? Yaxshimi? Sağ. Men mana shu rangini oldim, yaxshilar, sababi ko'zim bilan o'xshash. Takoy yo'qki. Okaga rahmat. 100 ming so'm qo'yib berdilar. Salomat bo'ling. Hindlarni topib oldim. Shohruxxonga qilingan videolarni ko'rsatdim. Doniyor, sizga tashlayman buni. Okay. Kameraga qarab. Very good. Very good. Thank you very much. Bizga yordam berishdi. Endi men bilan rasmga olib qo'yishim kerak. Yaxshilik, yaxshilik bilan javob qaytaraylik. Tak. Axir men mobilografman. O'ta go'zal. Okey, okey. Ha, tushundim. Bu yerdan olishmoqchi. We are Muslim, huh? Very nice. Rahmat. Thank you very much. Bye. Bye. Men inglizcha bilar ekan, bayasizlar. Musulmon qizlar ekan, yordam berishdi. Bo'ldi, yana ketdik. Ketmakami? Ha. Duo qilyaptilar. Farzona, Hasna. Bye. Bye. Bu koshkani olmasam bo'lmasdi. Biz mehmonxonaga keldik hozir. Enamni olib chiqishga so'rasam yordam berishadi. Koshka, qalaysan? Kim bor? Bu yerda. Oh, поможешь? Да, конечно. Mehmonxonaga xonamizga kirib oldik. Endi ozgina dam olib keyin rejalar tuzamiz. Tato anone tas. Tam stone kabola. Ale Hindiston qizlar bir-biridan shirin. Chiroyli ekan. Hamma odam bir odam ekana. Qaranglar. Enam sovg'a salomlarni hammasini yoyib ko'ryaptilar. Xalqni ham uraydi. Ayollar. Ana hozir urg'ondi. Oynaga qarab tug'ilgan kunimda shuni kiyib olaman deydilar. Ena. Menga qarangchi. O'ta go'zal. Zo'r. Xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar? Xudoga shukr, o'zi yaxshimisiz? Yaxshilar. Qorako'ldan opam kelolmadilar. Kecha non patir yopib jo'natganlar, o'shani olib keldim. Kecha o'zim nima qiluvdim? Trayb jo'natuvdim dedilar. Ha, siz yuborganmidingiz? Ha. Yo'q, uni xolodilnikka qo'yib qo'ydim. Xudo xolasa bugun qaytamiz poyezdda yeb bemalol. O'shanga. Xush kelibsizlar. Ko'raman deganiga olib keluvdim. Yaxshi-da. Necha yoshlar? 9. Yashang, xush kelibsizlar. Onamga o'xshaydilar, ko'rgani keluvdim. Opamni endi Namangan borib ko'raman dedilar. Ha, yaxshi-da, boringlar, yaqinda bizda gullar bayrami boshlandi. Hozir chiqadilar. Sizni ko'rishga keldik. Faqat kuzatamiz. Yaxshimisiz? Yaxshi ko'rishadimi? Ana ko'rdik, meni qizim. Yo'qlov davom etyapti. Buxoroda juda ham ko'p bizani obunachilarimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Yaxshi yuribsizmi? Assalom. Voy jonimga siz. Yaxshi yuribsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Mani qizim. Biz sizni har doim kuzatamiz biza. Biz sizni har doim kuzatamiz biza. Sizni Buxoroga kelishingizni kutgandik biza. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Xush kelibsiz Buxoroga. Rahmat. Sizni ham ko'radigan kunni bor ekan. Shunaymi? Juda yoqdi Buxoro enamga. Yaxshimi? Nabirangiz zo'r sizni. Har kim ham buvsini makalaga etmaydi. Zo'r nabirangiz. Borgim kelmayapti. Qayera, chustgami? Uyga qaytgim kelmayapti. Borgim kelmayapti. Oxir qo'ling shu yerda. Jonimga siz. Shunday sizni niyatim xolis ekan, Allohdan so'ragandim. Shu kishi qachon Buxoro kelsalar ko'rishaman deb. Bizni yandan deb ovotaka. Ha. Sotdingizku uni? Boshqachami? Ha. O hindi qizlarni qarang, Hindistondan kel. Ha. Sizni ko'rishga keldimi? O'z turist qizlarni Yo'q. tanishtirib qo'ying. Aylanib yurganlarim boshqa madorga olib ketdilar, keta ko'rgandim. Bugun boshqaga bordik, boshqaga. O'sha aylanib yurganlarim qizlar. Keyin tanish qilib, keyin hammasini dog'a olib, oqlarni qilib, kichkina qizlar oqlarni qilib. Hindistondan Mehmon keldi endi. Assalomu alaykum. Bibijon. Assalomu alaykum. Nazmishmi? Qoldi deb o'ylamanglar yaxshilar. Juda xursand bo'lyaptilar. Xo'roqda detmay baxshid ahubaton bedor karam. Uzr, ahubaton bedor karam. Rahmat, xudoton nazmi bibijon. Nazgashta etmay sog'liqaton nazmi. Shuma har ro'z dedam eshnam yar qarabdan shuma kat yak ro'bar yashavam kutda. Mayli mi tojik gapsana? Ha, bemalol. Bibijon mana ko'yna shari tojikman. Xudoton nazmi, halol qarimishmi ya? Sizni halol qildikmi? Charchatdikmi sizni? Eshitmayapsiz. Huzurda? Ha, balandtar gapsanammi? Ha, mayli. Jonam bibi. Hamma mehmonlar sog'-salomat bilan kelishyapti. Davlati sar. Kroyishmi nome kunam. Tojiki gapsanayt, tojiki. Bibijon, tojiki gapsanayt. Farq qiladi-da bizni tojikchani. Ha, tojikcha gapir, ha, o'zbekcha gapiraman. Sizga bu bibijon davlati sar. Shu nevarangizning bolachalarini ko'rib yuring, iloyim baxtimizga. Men har kun sizni tomosha qilib o'tiraman. Sog' salomat bo'ling, ko'rib turaylik. Sizga ko'rsam, qarasam agar yashagim kelaveradi, bo'lamni katta qilib. Yashayman. Ha, iloyim yuzlarga kirib yuring. Mana shu kishini bolachalarini ko'rib katta qiling hali siz. Bizani ham buvimizsiz. Hammamizni buvimiz. Biz O'zbekiston, biz, naверное, целая земля, наверное. Iloyim yuzlarga kirib yuring, sog' salomat bo'ling, oyog'ingizdan Xudo qoldirmasin, hech Xudodan, Allohdan boshqaga muhtoj qilmasin sizni iloyim. Baxtimizga sog' bo'ling. Xush kelibsizlar. sog' salomat Bugün yonarga keldim ko'rishga. Buxoroga tashrif buyurdilar aziz bibijonim. onajonim o'zlari. O'tiringlar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum bibijon. Assalomu alaykum. Kallaqayam. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Kalla. Yaxshimisiz? Xuddi buvim gapirishlari. Yaxshimisiz xolajon? Yaxshi yursizmi? Sog' salomatmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshilar, buxoroliklar. Bu darajada mehmondo'stligi kutmagandik. Hammalarga kattakon rahmat. Onamsiz, onamning o'zlarisiz. Ana buni bog'laysiz. Bu amajonimdan tabarrugim mol. Sizga tabarruk inson bog'lashini xohladim. Namozlarni o'qigan vaqtni tashlardilar-da. Solib beraman qaydini. Noldizga xalaqit bermasin. Bu taroq bilan ana shu bo'jonimizning sochlarini
taraf qanaqa nimalar qilasiz kuzataman. Gapni to'g'risi. Rahmat. Sizni hammamni yo'qotgandan keyin profilingizni ko'rib qoldim. Yaxshimisiz? Keyin ko'rib shunday pushaymon bo'ldim. Bittagina qizim bor. Ammam doim duo qilaydilar. To'ylarini ko'rish nasib qilmadi. Ota-onam tiriklar, Allohga shukr. Lekin amajonimning hurlari boshqa edi. U kishi bizga ham bu edilar. Hammaga nasihat qo'y, onamday aziz inson edilar. Yig'lamang opajon. Birga yashardim. Salomat bo'ling. Agar imkoni bo'lgan edi, uyimga olib ketib mehmon qilardim. Men shu ertalab ko'rib qoldim. Bu kishiga telefon qildim. Ish bilan biz kun bo'yi har zaman Instagram kuzata olmaymiz. Hech kishini Buxoro yoqdimi sizga? Vaqtida yo'qdi, borib. Qoling edi 1-2 kun yana. 1-2 kun qoling edi. Men ro'za tutolmadim. O'g'limni ham oldimga oldim. Kechiringlar. Yaxshilar, to'g'ri tushunsaylik kerak bu narsani. Endi men imkon darajasida qo'ymaslikka, masalan, bemablag' ovqatlanganimizni qo'ymaslikka harakat qilaman. Shuning uchun to'g'ri tushuninglar, tez qorinlari ochib qoladi. O'zlari yolg'iz ovqatlanishni ham istamaydilar. Men qaysidir ma'noda o'zim oqlashdek ko'rinib qolayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida unaqa emas. Ro'za tutganlarga Xudo sabr bersin deymiz. Kuch-quvvat bersin. Imkon darajasida ro'za Ramazonda endi qosh-qozonga ro'za tutmasak ham tilimizga, ko'zimizga, nafsimizga ro'za tutishga harakat qilamiz. Hammalarga Buxoro ahliga rahmat deb qolamiz. Sodiq hayot kanalini kuzatib boringlar, like, komment esingizdan chiqmasin. Biz hozir bu yerdan Kogon shahriga tuman unchalik yaxshi bilmayapman, tushunmayapman. Yo'l olamiz. Shu bilan bizning safarimiz, Buxorodagi safarimiz qaridi. Vatanga, Namanganning chustiga qaytamiz. Xudo xolasa yana yangi nima deydi, videolar, yangi seriyalar joylab borishga harakat qilaman. Menamni juda aziz qildi. Qadrladinglar Buxoro shahri, Buxoro ahli. Sizlarga Aletga o'rab ola. O'rab boring. Hozir yana Sherzod akamiz bir joyga olib borishlari kerak. Shundan olgan vaziyat to'g'ri baholanglar, to'g'ri qabul qilinglar. Tanqid qilishdan oldin ozgina fikrlaylar. Sizlar qoralashga harakat qilayotgan inson nuroniy 95 yosh qarshılayotgan inson borgan sari yosh bola bo'lib boryapti. Sizlarning podдержкаңlar men uchun motivatsiya bo'ladi. Men yana yangiliklar qilishni harakatida payida bo'laman. Ro'za Ramazon hammaga muborak bo'lsin. Buxoroy Sharif sizlarga kattakon rahmat, qalbdesizlik berisizlar. Rahmat. Bo'ldi. Tamam. Hamma xel mesha.